Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, aziz teletomoshabinlar, Madaniyat va ma'rifat telekanalida agar ko'rsatuvning navbatdagi sonini tomosha qilyapsiz. Dasturlarimiz davomida yurtimizning ijtimoiy siyosiy hayotiga oid bo'lgan turli mavzularda siz uchun manfaatli bo'lgan ma'lumotlarni taqdim etishga harakat qilyapmiz. Bugun studiyamizda bo'lib turgan mehmonlar bilan birgalikda gepatit yashirin xavf, kasallikni o'z vaqtida qanday aniqlash mumkin savoli ostida javoblarni taqdim etamiz va albatta bugungi ko'rsatuvimiz ham siz uchun albatta foydali bo'lishiga ishonamiz. Assalomu alaykum, studiyamizga xush kelibsizlar. Aytish mumkinki, bugungi kunda insoniyat sog'lig'iga rahna solayotgan va o'ta og'ir oqibatlarga olib keluvchi xastaliklar orasida virusli gepatitlar, xususan B va C turlari global muammoga aylanib borayotganini barchamiz birdek guvohi bo'lib turibmiz. Bugungi kunda O'zbekistonda gepatit bilan kasallangan kasallar soni qanday va umumiy vaziyat haqida ma'lumot bersangiz. Virusli gepatitlar haqida gapiradigan bo'lsak, biz oldin birinchi tushunib olishimiz kerak, bu qanaqa kasallik? Virusli gepatit kasalligi bu infeksion kasallik hisoblanadi, ya'ni odamdan odamga yuquvchi, ularning chaqiruvchisi viruslar hisoblanadi. Ushbu viruslarimizni bir necha turlari mavjud, ya'ni virusli gepatit A, B, C va D turlari. Bugungi kunda Toshkent shahrida ro'yxatga olinadigan turlari bu xususan virusli gepatit A, B va C turlari. Endi har bittasida qisqacha to'xtalib o'taman, tushuncha hosil bo'lishi uchun teletomoshabinlarimizda. Virusli gepatit A kasalligi bu o'sha xalqimizda tanilgan sariq kasal deymiz-ku, ana o'sha kasallik hisoblanadi, virusli gepatit A. Bu kasallik asosan o'sha kir qo'llar kasalligi ham deb aytiladi, ya'ni shu shaxsiy gigiyenaga rioya qilmagan holda yuqishi mumkin yokida o'sha ko'cha-kuyda sifati kafolatlanmagan, sanitar holati kafolatlanmagan oziq-ovqat mahsulotlarini iste'mol qilganda yuzaga kelishi mumkin. Bu kasallik yosh tanlaydimi? Hozirgi kunda sizga aytishim mumkin, bu o'zi kasallik asosan yosh bolalarda kuzatiladi, lekin bugungi kunda ming afsuski yoshi katta aholimiz o'rtasida ham ro'yxatga olinyapti. Bunga sabab o'sha yuqorida aytib o'tganimdek, sifati kafolatlanmagan oziq-ovqat mahsulotlarini yoshi katta aholimiz iste'mol qilishadi, ko'cha-kuyda sifati kafolatlanmagan. Mana shu, ya'ni ifloslangan suvlar orqali ham yuqishi mumkin. Shu sababdan hozirgi kunda ming afsus o'sha yoshi katta aholida ham ro'yxatga olinyapti. To'ldirib aytishim mumkinki, gepatit A kasalligida demak maishiy muloqot yo'li bilan yuqadi va asosan shu xuddi aytganlaridek bolalar orasida ko'proq tarqaladi. Lekin kattalar orasida ham tarqalishi mumkin. Ayrim kategoriya shaxslar borki, qo'l mevalarni yuvmasdan yeyishni iste'mol qiladi. Bu ham kasallik chaqiruvchilari mavjud bo'lgan qo'l meva iste'mol qilinganda gepatit A kasallikni yuqtirilishi mumkin. Ushbu kasallikka qarshi qanday kurashish mumkin samara berish uchun? Bunga juda ham samarali vositamiz bor. Bu profilaktik emlashlar. Gepatit A ga maxsus vaksina ishlab chiqilgan va hozirgi kunda oxirgi 5 yilda oladigan bo'lsak, mana shu emlashlarning hisobiga kasallanish qayd qilinishi kamayib boryapti. Oldingi 5 yil bilan hozirgi oxirgi yillar oladigan bo'lsak, kasallanish qayd qilishi bolalar orasida kamayib boryapti. Rahmat kattakon. Va yana bir jihat borki, ya'ni skrining va barvaqt aniqlash hayotni saqlab qolish uchun eng katta kafolatlardan biri desak mubolag'a bo'lmaydi. Ushbu masalalarda bugun O'zbekistonda qanday jarayonlar amalga oshirilmoqda? Bu haqda aytishdan oldin aytishimiz kerak. Mana bu gepatit A haqida aytildi. Gepatit B va C virusini aniqlashda skrining tekshiruvlari amalga oshiriladi. Albatta. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan 243-sonli qaror imzolangan, ya'ni o'sha Bu qaror adashmasam 2022-yilda. 2022-yil 16-mayda imzolangan qaror. Bu qaror o'sha aholida infeksion kasallik, ya'ni virusli gepatit kasalliklarini erta aniqlash va ularni o'z vaqtida davolashga qaratilgan qaror hisoblanadi. Ya'ni bugungi kunda O'zbekiston Respublikasida 2030-yilgacha o'sha virusli gepatit B va C turlarini eliminatsiyasiga uchrash, ya'ni ro'yxatga olinmaslik katta loyihasi yo'lga qo'yilgan. Shu doirada bugungi kunda O'zbekiston Respublikasida barcha o'sha oilaviy poliklinikalarda va markaziy poliklinikalarda skrining tekshiruvlar o'tkazilyapti. Bu tekshiruvga asosan shu
aholini 18 yoshdan yuqori bo'lgan aholi va oldin shu D nazoratda, ya'ni dispanser nazoratda virusli gepatit B va C turlari bo'yicha turmagan aholimizni saralab o'sha tekshiruv jarayonlari olib borilyapti. Shu virusli gepatit B va C turlariga. Rahmat kattakon, marhamat. Bu dastur bo'yicha shu O'zbekiston Respublika Prezidentimizning qarorlari bo'yicha shu 2022-dan 2025-yilgacha oilaviy hamda markaziy poliklinikalarda ekspress test yo'lga qo'yilgan. Shu ekspress testlar orqali bemalol shu xalqimizda bepul tekshirish skrining yo'llariga qo'yilgan. Shu orqali biz shu gepatitlarni B, M, C hammasini aniqlab, kerakli o'z vaqtida yordamimizni ko'rsatmoqda biza. Marhamat, fikringiz bo'lsin. Shu viruslar aniqlansa, B bilan C viruslar asosan bo'lib skriningda olib boriladi. Bu skriningda shu viruslar aniqlansa, bu bemorlarimiz, ya'ni C virusiga davlat tomonidan tekinga dori beriladi. 243 qaror bo'yicha O'zbekiston Respublikasi hamda Arab Misr Respublikasi birgalikda hamkorligida bepul gepatit C virusiga bepul dori-darmonlar yetkazib berilgan va bemorlarimizni shu dori-darmonlar bilan davolamoqda biz. Lekin gepatit C ga, B ga emas. Rahmat kattakon. Ma'lumotlarga qaraydigan bo'lsa, 2026-yilning 11-fevral holatiga ko'ra respublikamiz bo'ylab 2.203.870 nafar fuqaro, ya'ni 90.5% ni tashkil etar ekan, gepatit B va 2.202.356 nafar fuqaro shaxs gepatit C turiga tekshirilgan haqida ma'lumotlar bor. Bunday keng qamrovli yondashuv kasallikni yashirin bosqichidayoq aniqlab, o'z vaqtida davo choralarini boshlash imkonini berayotgani haqida mutaxassislar demak ma'lumotlarni taqdim etishgan. Bugungi kunda gepatit A, gepatit B va gepatit C kasalliklarini bosqichlari bormi? U bosqichlarda qanday davolash choralari amalga oshiriladi va ularning xavflari haqida ham ma'lumot berib o'tsangiz. Bosqichlari, ya'ni bu birinchi bosqichlari, ya'ni erta aniqlanishi, bu kasallikda o'zi B bilan C viruslarida belgi bermaydi. Shuning uchun ko'pchilik bu belgi bermasdan asorati bilan ko'p shifoxonaga uchrashadi bemorlar. Belgilaridan biri, asosiy belgilaridan biri bu holsizlik, kam quvvatlik, ko'ngil aynash, peshobini rangi o'zgarishi, badanining rangi o'zgarishi, shu narsalar kuzatiladi belgilari. Keyingi bosqichlarda keyingi bosqichlarida bo'lsa, bu shu biz davolaymiz bemorlarimizni. Agar davolamasak, oxir oqibat siroz, jigar sirozi yoki jigar o'simtasiga olib kelishi mumkin. Bizni yurtdoshlarimizda odatda shunday bir holat bo'ladi-da, menimcha bu oddiy holat, o'tib ketadi deydi. Masalan, rangi o'zgarishi mumkin, siydik rangi o'zgarishi mumkin. Undan tashqari tanada turli holatlar bo'lishi mumkin. Holsizlik, odatda endi fasllar bilan ba'zida bog'laymiz, ba'zida ovqatlanmaslik bilan bog'lab qo'yamiz ushbu kasalliklarni. Demak, shu jihatlarga alohida e'tibor berishlari va o'zlarini demak oilaviy poliklinikalarga bu bo'yicha murojaat qilishlari lozim, to'g'rimi? Tekshiruvlar mutlaqo bepul amalga oshiriladi. Rahmat kattakon. Zamonaviy davolash va dori vositalarini ta'minoti bu masalada qanday ahamiyat kasb etmoqda bugungi kunda? Zamonaviysi, buni aytib o'tganimizdek, bizda shu virusologiya ilmiy tekshirish institutida virusga qarshi, gepatit C ga qarshi safosbuvir va daklotasvir degan dorilar bor. Shu dorilar davlat tomonidan bepulga beriladi. Yana bir muhim savol bor. Bu ko'pchilik aholini, yurtdoshlarimizni qiynaydigan savol. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida va maktablarda agar bitta yoki ikkita bolada gepatit A kasalligi aniqlanadigan bo'lsa, maktabdagi sinf yoki maktab yopilish holatlari bo'ladimi? Bu bo'yicha tegishli tashkilotlar qanday choralarni ko'rishadi boshqalarda ham ushbu kasallik aniqlanmasligi uchun? Maktabni oladigan bo'lsak, agar maktab o'quvchisidan virusli gepatit A kasalligi ro'yxatga olinadigan bo'lsa, ushbu maktab ham sinf ham yopilmaydi, faqatgina o'sha sinfda karantin, ya'ni nazoratga olinadi. 35 kunlik observatsiya, ya'ni tibbiy nazorat ishlari o'tkaziladi. Ya'ni bunda har kuni o'sha maktabning tibbiyot xodimi bolalarning 5 ta ko'rsatkichi bo'yicha nazoratga oladi, ya'ni o'sha tana haroratining ko'tarilmasligi, teri rangi o'zgarmasligi, ya'ni o'sha sarg'ayish kuzatilmasligi, bundan tashqari o'sha ko'z skleralarini tekshirib boradi.
va shu sinf tibbiy nazoratga olinadi. Demak, yopilmaydi. Yo'q. Yopilmaydi va karantinga olinadi. Rahmat Sinf katta. o'quvchilari umumiy tadbirlarda qatnashishi cheklanadi. Qancha vaqtga? 35 o'zini inkubatsiya davri bor 35 kunga aniqlangandiki va shu sinf xonalarida dezinfeksiyalash chora-tadbirlari amalga oshiriladi. Avvalambor bu yerda birinchi bo'lib oilada ota-onalar hozir ko'pchilik bizga murojaat qiladi. Hech qaysi shifokor tushuntirish ishlarini olib borishmayapti poliklinikada. Hech qaysi emlashlarni olishmayapti. Emlashlar umuman qilinmayapti. Shuni hisobiga juda ko'p virusli infeksiya kasalliklarimiz ko'payib boryapti. Shu targ'ibot ishlarini olib borishimiz kerak. Demak, buni maktabgacha ta'lim tashkilotlarida, maktablarda, kerak bo'lsa oliy ta'lim muassasalarida ko'proq targ'ib qilish, mutaxassislarning o'zlari borib gapirib, ularni xavflari, inson salomatligiga, kerak bo'lsa inson umriga jiddiy zarar ko'rsatishi haqida shu emlashlar umuman to'liq olib borilmayapti hozirda. Juda ko'p ota-onalar qarshilik qilishadi shu emlashdan olib borishga. Agar kasallik chiqadigan bo'lsa, shu maktablarda u maktabda epidemik nazoratga olinadi, ya'ni shu hududiy sanitariya epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi qo'mitasi tuman bo'limlari tomonidan shu mutaxassislar o'sha bevosita maktabga borib, maktabni sanitar holatini o'rganishadi, o'sha epidemiyaga qarshi chora-tadbirlarni amalga oshirishadi ushbu maktabda. Bundan tashqari o'sha oziq-ovqat mahsulotlari sotiladigan rastalarni tekshirishadi, undagi mahsulotlarning sifatini, ya'ni o'sha maktablarimizda belgilangan tartib bor, o'zi mahsulotlarni sotiladigan narsalar bor va mumkin bo'lmagan mahsulotlar bor. Ana o'shalarni agar aniqlashsa, kamchiliklarni o'sha ma'muriy javobgarliklar bor. Rahmat kattakon. Ota-onalarni emlashga qarshilik qilishlariga qanday bir omillar bor bugungi kunda? Ular aynan ota-onalar ham nima sababdan emlashga qarshilik qilishadi? Qo'rquv kuchli. Chunki shu emlashdan keyin nogiron bo'lish, shu oyog'ini ko'tara olmaslik, oyoq og'rish, shu vaksina oldim, shu vaksinadan keyin bolam mana shunaqa bo'lib qoldi. Shu qo'rquv hissi juda ham kuchli ota-onalar orasida. Shu emlashlarni targ'ibot qilishimiz kerak, shu teleradio kompaniyalar orqali olib borsak juda ma'qul bo'ladi. Rahmat kattakon. A toifadagi va B toifadagilarni davolash uchunchi? A toifadagida hozir aytib o'tdim, emlash ishlari amalga oshiriladi. B toifa uchun ham bizning O'zbekiston Respublikasining milliy profilaktik emlash kalendari mavjud. O'sha asosda tug'ilgan chaqaloqqa emlash o'tkazilishi boshlanadi va bir necha etapda emlanadi. Shuning uchun hozirgi kunda yosh bolalar orasida, mana Toshkent shahri bo'yicha oladigan bo'lsak, yosh bolalar orasida o'tkir gepatit B bilan kasallanish qayd etilmagan. Bir necha yil davomida. Rahmat. Chunki bu emlash 2000-yildan beri amalga oshiriladi va aholi tomonidan bu yaxshi qabul qilingani sababli mana emlash ishlarining samaradorligi yuqori. Bundan tashqari bugungi kunda shu prezidentimiz qarorlariga asosan o'sha xavf guruhiga kiradigan aholi, ya'ni tibbiyot xodimlarimiz, bevosita o'sha qon bilan ishlaydigan tibbiyot xodimlarimiz ham 3 bosqichli emlashlardan o'tkaziladi. Ya'ni tibbiyot xodimlarini barchalari virusli gepatit B ga qarshi emlangan. Rahmat kattakon. Biz bolaligimizda shunday gap bo'lardi-da, gepatit C kasalligini davolash xuddi bedavo kasallikni davolash bilan bir xil tenglashtirilardi va yaqin yillardan boshlab esa davlat bunga alohida e'tibor qaratdi va bu bo'yicha alohida dorilarni bepul tarzda o'sha yurtdoshlarimizga taqdim etyapti. Aynan aytish o'rinliki, gepatit C bilan kasallangan 45681 nafar bemor uchun eng zamonaviy va yuqori samara beradigan Safosbuvir va Daklotasvir virusiga qarshi dori vositalari hududlarga yetkazib berilganligi haqida ham hozir aytib o'tdingiz va shu bilan bir qatorda aytish kerakki, umumiy hisobda 142.826 qadoq Safosbuvir va 191.075 qadoq Daklotasvir taqsimlangani ham ma'lumotlar taqdim etilgan. Davlat budjeti o'sha aytganingizdek Misr arab mamlakatlari bilan birgalikda o'sha 2022-2025 yillar davomida 47.732 nafar bemor to'liq sog'ayganligi haqida ma'lumotlar bugungi kunda qo'limizda aniq fakt sifatida berilgan. Bundan keyingi yana zamonaviy usullari o'ylab topilganmi yoki faqatgina shu dori vositalari bizga yaxshi samara berib bormoqdami? Oxirgi zamonaviy usul hisoblanadi Safosbuvir va Daklotasvir. Shu asosida bemorlarimizga biz davolaymiz.
ya'ni bu misol uchun bemor qaysi darajada qaysi bosqichda kelishiga qarab unga dori beriladi. Misol uchun surunkali bo'lib kelsa 3 oy davomida ichiladi dori, agar jigar sirrozi bo'lib kelsa, o'tkazib kelsa 6 oy davomida ichadi dorini. Rahmat kattakon. Yana bir jihatga alohida e'tibor berish kerakki, bu kasallangan bemorlarni va sog'aygan bemorlarni hisobga olish, ya'ni profilaktika emlash va jarayonlarni raqamlashtirish. Bu jarayonlar qanday amalga oshirilmoqda? Natijalari haqida aytib bersangiz. Shu skrining boshlangandan beri har bitta bemor, skriningdan o'tgan bemor, ya'ni то есть skriningda chiqqan bemorda B bilan C chiqqan bemorlarimiz bu avtomatiskiy, ya'ni dastur bor. B bilan C chiqqan bemorlar dasturga qo'yiladi. O'sha asosida, o'sha dastur asosida bemorlarga dori beriladi. Yana qaytadan dori ichmaslik uchun keyinchalik. Bu bir marta ichiladi u dori. C ga qarshi dori. O'sha dori qaytadan dastur davomida u ko'rib boriladi. Tizimga kiritiladi, elektron tizimiga bular ro'yxati tushadi va tushgan ro'yxat asosida keyingi etap tekshirishlariga yo'naltiriladi va u yo'naltirilganda keyingi etapda ham tasdiqlansa dori darmon bilan ta'minlanadi. Bundan tashqari hozirgi kunda O'zbekiston Respublikasida o'zi barcha tibbiy hujjatlar raqamlashtirish jarayoni olib borilyapti. O'sha yuqorida aytib o'tganingizdek Dimet tizimi mavjud. Ana o'sha tizimda bemorga, o'sha aholiga tegishli bo'lgan barcha tibbiy hujjatlar ana o'sha Dimet elektron tizimga integratsiya qilinmoqda bugungi kunda va o'sha yuqorida aytib o'tgan emlanish to'g'risidagi ma'lumotlar, kasallikni tarixi, ya'ni o'sha barcha ma'lumotlar shu elektron Dimet tizimida mavjud. Bu tizim o'sha hududiy oilaviy poliklinikalarda yo'lga qo'yilgan. Rahmat kattakon va aytishurliki, albatta tibbiyot xodimlarini ham bu o'rinda emlash muhim ahamiyat kasb etadi. Tibbiyot xodimlarini emlash masalasida qanday ishlar amalga oshirilmoqda? Ha, albatta bugungi kunda o'sha qon bilan bevosita ishlaydigan tibbiyot xodimlari bugungi kunda 3 bosqichli virus gepatit B ga qarshi emlanishgan. Ularning soni 119.013 nafarlari bugungi kunda 3 bosqichli to'liq emlangan. Va aytishurliki, o'sha raqamlashtirish ishlari nechta xodim emlanganligini, undan tashqari qaysi bemor qanday holatda ekanligini ham ko'rsatib turish haqida aytdingiz. Va yana bir jihat borki, masalan A, B, C toifalar haqida aytib o'tdingizda, ularni qaytalanishi mumkinmi kasallik va qaytalansa qanday bir choralar ko'riladi? Davolash bugungi zamonaviy tibbiyotda bu bo'yicha yechim bormi? Virus gepatit A uni yuqtirgandan keyin inson organizmida umrbod immunitet hosil qiladi ushbu virus. Virus gepatit B va C turlari endi ularni yuqish yo'li ham o'ziga xos. Har bitta mana virus gepatitni har bitta turi yuqish yo'llari, uni kechishi, uni yashirin davrlari o'ziga xos. Boy yuqorida virus gepatit A haqida qisqacha ma'lumot berdim. Endi virus gepatit B ga to'xtaladigan bo'lsak va C ga to'xtaladigan bo'lsak, virus gepatit B va C u parenteral yo'l orqali yuqadi, ya'ni o'sha ter butunligini buzilishi oqibatida. Bu bo'lishi mumkin qon orqali va biologik suyuqlik orqali, insonni o'sha zararlangan insonni biologik suyuqligi orqali yuqadi. Gepatit B, C ko'rinishi bu kasallikning ikki xil ko'rinishda bo'ladi. O'tkir va surunkali ko'rinishda bo'ladi. Agar o'tkir bo'lsa, bemorda immunitet qoladi. Agar surunkali bo'lsa, ya'ni qaytadan bemor o'sha immuniteti qolmaydi. 6 oydan oshiq bo'lsa, bu surunkali bo'ladi. Uzoq yillar mobaynida shifokor nazoratida bo'ladi. Har doim demak shifokor nazoratida bo'lib davolanib turishi kerak. Demak mana shunaqa qaytalanmasligi uchun qaysi jihatlarga bemorlar e'tibor bergan bo'lishlari lozim har doim? Bu immunitetga bog'liq. Birinchi o'rinda birinchi immunitetga bog'liq. Agar bemor immuniteti bo'lsa,
da o'sha yashash sharoiti ya'ni turmush tarziga e'tibor berish kerak bo'ladi. O'sha alkogol ichish kerak emas, ya'ni ko'p shamollash kerak emas, vaqtida u shifokor nazoratida bo'lib turish kerak bo'ladi. Tushunarli. Bugungi kundagi umumiy vaziyat haqida yana ham to'liqroq ma'lumot bersangiz, asosan nima, qanday yo'llar bilan yuqayotganligi va qaysi jihatlarga aholimiz e'tibor berishi lozimligi haqida. Yana vertikal yo'limiz bor, ya'ni onadan bolaga ko'krak suti orqali ham yuqishi mumkin. Onani ko'kraklarida yorilish, tirnalish, o'sha yerdan qon oqib turgan paytda bolani emizganda ham yuqish yo'llari bor. Ko'proq nosteril shprislardan keyin shaxsiy gigiyena asboblari, o'sha o'zini xususiy asboblarim bilan hech kim bilan bo'lishmaslik, faqat o'zi ishlatish, shu yo'lga qo'yishimiz kerak. Aholi orasida targ'ibot ishlarini olib borishimiz kerak, chunki tushuncha berishimiz kerakki, alohida o'sha bitta oilalar bor, bitta zubni ushlayotgan bilan ham o'g'il ham ota tishlarini yuvib, milklari qonab, mana shunaqa yuqish yo'llarimiz ham mana shunaqa holatlar ham bo'lishi kerak. Holatlar ko'p uchrab turadi. Jarayonda shunaqa holatlar hech ko'p uchraganmi? Bitta oilada masalan hamma oila a'zolari o'sha gepatit A, B yoki C toifasidagi kasalliklar bilan kasallanib bemor holatiga kelganlar. Shunday holat bo'lgan, haqiqatdan bitta oilada bitta bemor bo'lgan va shu oila a'zolari umumiy anjomlardan foydalanganini oqibatida tish cho'tkalari umumiy bo'lgan, maishiy asboblari bitta bo'lgan va ularda keyingi oiladagi a'zolarga ham yuqqan. Shunaqa holatda Bu juda ham yomon. Bu albatta yaxshi emas. Rahmat. Kamdan kam uchraydigan holat bo'lgan. Ilohim hech kim kasal bo'lmasin, hech kim bemor bo'lmasin. Har qanday kasallik turlari bilan. Masalan, o'zingiz ham gepatit A, B, C toifalari bilan bemor bo'lib qolmasligingiz uchun qaysi jihatlarga hayot tarzingizga alohida e'tibor qaratasiz? Har biringizni bu boradagi tajribangiz muhim. Qanday mahsulotlarni ko'proq iste'mol qilasiz? Masalan, kimdir qadoqlangan, kimdir qadoqlanmagan mahsulotlarni iste'mol qiladi. Bugun esa albatta savdo rastalarida turli-tuman mahsulotlar bor. Qaysi birlaridadir sifatli, qaysi birlaridir sifatsiz, lekin uni tanlovi borasida kelganda albatta qiynalamiz. Ba'zilar hattoki qadoqdagi yaroqlilik muddatiga ham qaramasdan iste'mol qilish holatlarini ko'ramiz. Shaxsiy hayotingizdan tajriba sifatida aytib bersangiz juda ham yaxshi bo'lardi. Endi virusning nafaqat virusli gepatitlar yoki boshqa infeksion kasalliklar yoki umuman boshqa kasalliklarni yuqtirmaslikni asosiy mezoni shundaki, har bir inson o'zini immun tizimini mustahkamlab borish kerak. Bunda esa o'sha sog'lom turmush tarziga rioya qilish kerak, to'g'ri ovqatlanish, bundan tashqari sifati kafolatlanmagan mahsulotlarni iste'mol qilmaslik, ko'cha-kuyda misol uchun sanitar holati qay darajada tayyorlanganligiga amin bo'lmasdan turib o'sha mahsulotlarni iste'mol qilmaslikka harakat qilish kerak o'zi har bir inson. Bundan tashqari shu tabiiy mahsulotlardan iste'mol qilgan menimcha maqsadga muvofiq foydali aytganingiz. Gepatit B va C ni oldini olishda asosan shu parenteral muolajalarga e'tibor berish. Har bir inson tibbiy madaniyatga ega bo'lishi kerak. Borgan joyida misol uchun murojaat qilayotgan joyi mutaxassis sifatida tan olinganmi, maxsus hujjatlari bormi, mana keladi, ukol qilishga kiradimi, inyeksiyalar olishga yoki bo'lmasa shunaqa holatlar ham bor. Sartaroshxonalarga murojaat qilganida et-betida qon teggan mahsulot asbob uskunadan foydalanganda yuqtirib qolishi mumkin. Shuning uchun shu narsalarni sterilligiga, tozaligiga e'tibor berib, so'rab yoki shuni nima deydi, o'zi savol bersin-da, har bir inson savol berish kerak. Buning sterilmi, tozami, yengi olib keldimi, ko'zini oldida ochdimi, shunaqa narsalarga e'tibor berilishi kerak. Chunki hozirgi kunda shunaqa toifa borki, sartaroshxonalar ichida kosmetologiyalar tashkillashtirilgan va u yerda litsenziyaga ega bo'lmagan qosh qovog'ini kestirayotgan holatlarni ham ko'ryapmiz. Muolajalar bilan shug'ullanadi. Bu ham BC yuqtirilishiga omil bo'lib qolish ehtimoli bor. Rahmat. Yuqori. Sizni bu borada shaxsiy qarashlaringiz qanday? Bu borada misol uchun bu hozir yuqish yo'lini aytdilar, oldini olishlaridan biri emlash. Bega emlash, bola farzand tug'ilgandan keyin tug'ruqxonalarda
emlash olib boriladi. Bola o'z vaqtida hamma emlashlarini olsa, bu kasallikni Bni oldini olish mumkin. Rahmat kattakon. Asli- Siz o'zingizni shaxsiy hayotingiz davomida ushbu kasalliklarga yoki turli virusli kasalliklarga chalmaslik uchun bir qanday mahsulotlarni iste'mol qilasiz yoki tanlab iste'mol qilishda qaysi jihatlarga alohida e'tibor berasiz? Shaxsiy Aytib o'tdilar, xuddi biz ham sog'lom turmush tarzini olib boramiz. Keyin yana qo'shimcha qilmoqchiman, sport bilan ham shug'ullanish kerak. Hozir ko'pchilikda jigarda, ya'ni yog' bosishi ham kuzatiladi. Shu yog' bosishi ham shu kasallikni og'irroq ketishiga olib kelishi mumkin. Bu demak juda semizlik holatda amalga oshiriladi, to'g'rimi? Masalan, bir marta shunaqa bo'lganki, uziga borganimda, uzi shifokori jigarda ozgina yog' bosgan holatni aytgan. Bu o'tib ketadi, bunga yengil qarasangiz ham bo'ladi degan fikrni aytganda, o'zi jigar yog' bosishni boshlaganda unga e'tibor qanchalik muhim bo'lishi kerak? Iste'mol qilayotgan ovqatingizga bog'liq. Shirinliklarni, non mahsulotlarni kamroq iste'mol qilish kerak, ko'proq salatlar, tez hazm bo'ladigan foydali mahsulotlarni iste'mol qilish kerak bo'ladi. Rahmat kattakon. Bu borada sizni qarashlaringiz qanday? Bu borada avvalambor oiladan boshlanadi. Eng birinchi e'tibor tozalikka e'tibor berishimiz kerak. Ko'chadan shu bolami, maktab yoshimi, bog'cha yoshimi, ko'chadan kirib keldimi, darrov qo'limizni yuvishimizga odatlantirishimiz kerak farzandlarimizni. Undan tashqari toza ichimlik suvini iste'mol qilishga hamda bular aytgandek yog'li gepatoz nima sababdan yosh sizdek yigitlarda yosh bolalar o'sha 17-18 man hali yoshman-ku, semiz emasman-ku, chunki energetika, gazli ichimliklar ko'proq iste'mol qilgan oqibatda jigari yog' bosishga mahsulotlar yaxshi bo'lmagan mahsulotlarni iste'mol, ya'ni xot-dog, gamburgerlar hozir sifati past mahsulotlarni iste'mol qilganda ko'proq shu yog'li gepatozlar kuzatilmoqda. Yana bir jihatga e'tibor berish kerakki, bugun tinch diyorda, musaffo osmon ostidagi mamlakatda yashayapmiz va yana bir bor aytaman, bozor rastalarga borasizmi yoki do'konlardagi rastalarga kirasizmi, supermarketlarga kirasizmi, turli va xilma-xil bo'lgan mahsulotlarni ko'rishimiz mumkin. Bu mahsulotlar mahalliy ishlab chiqaruvchilar tomonidan ishlab chiqarilgani va ba'zi mahsulotlar esa chet eldan import qilinayotganini ham guvohi bo'lib turibmiz. Va men e'tibor bermoqchi bo'lgan savolim shundan iboratki, qaysi mahsulotlarni yemaslik kerak gepatit A, B, C ni chaqirmasligi uchun? Mahsulot yo'q, misol uchun iste'mol qilmaslik kerak degan ushbu kasallik chaqiradigan mahsulot yo'q. Boya yuqorida aytib o'tgandek, bu kasallik boshqacha yo'llar bilan yuqadi. Endi asosan ushbu virus jigarni zararlagani uchun o'sha jigarni zararlamaydigan, ya'ni o'sha alkogol mahsulotlari, tamaki mahsulotlari, bundan tashqari hozirgi kunda juda ham urfga kirgan energetiklar har xilcha, gazli ichimliklar, kuchli gazli ichimliklar va o'sha jigarga bevosita yomon ta'sir qiladigan dori mahsulotlari ham bor. O'shalarni iste'mol qilmaslik yo'qida dori agar iste'mol qiladigan bo'lsa ham o'sha mutaxassis nazoratida iste'mol qilishni maslahat berardim. Rahmat kattakon. Gepatit A, B, C o'limga olib keladimi? Gepatit A olib kelmaydi o'limga, lekin B bilan C davolamasi asoratlar asosida olib kelishi mumkin. Jigar sirrozi, murojaat qilsa, saraton. Ko'pincha jigarda nerv hujayralari yo'qda, og'riq sezmaydi. Jigar qachonki kattalashib, kapsulaga sig'magandan keyin u og'riq qanaqadir o'zgarishlar bergandagina murojaat qilishadi. Shunisi bilan xavfli. Xavf dedingiz-ku boya. Xavfli gepatit nimaga? U xavfi. Shundaki u bilmasdan uzoq vaqt yurishi mumkin. Siz aytgandek, shunaqa edi, ovqat yeydim, o'shanga yoqmadi shekilli deb yuraveradi-da, oyoqda o'tkazib yuboradi-da, o'tkir davrini. Va surunkali davrida mana virusologiya institutiga vrachlarimizga murojaat qilishadi. Shunda o'zi xavfi bo'ladi. Keyin transplantatsiya bilan shug'ullanadi, yana og'ir qanaqadir komaga tushishi bor, boshqasi bor. Shunaqa o'zgarishlar kuzatilishi mumkin. Qon tahlillari topshirilib turish tavsiya qilishadi ba'zi shifokorlar 6 oyda, ba'zilari esa 1 yilda tez-tez umumiy qon analizlarini topshirishni maslahat berishadi. Qon analizlari vaqtida ushbu kasallik aniqlanadi, to'g'rimi? Skrining bor. O'zi qon analizlari kasallik o'zi har bir inson
kamida yilda bir marotaba tibbiy ko'rikdan o'tish kerak. Shu tibbiy ko'rikdan o'tib, biz bilamiz qaysi shu kasallik tahlillariga qarab qaysi organda qanaqa kuzatuv jarayon kechayotganini. Agar misol uchun fermentlar baland bo'lsa, jigari, ya'ni ferment analizlari, umumiy qon biokimiyasi o'shanda jigarda qanaqadir muammo ketayotganini ko'rishimiz mumkin. Yana bir jihatga alohida e'tibor berish kerakki, bugungi kunda xususiy tibbiy muassasalar ham ko'payib ketgan. Ularda qon analizlarini topshirish biroz qimmatlik qiladi. Oilaviy poliklinikalarga chiqib ham ushbu qon analizlarini topshirish mumkinmi va topshirish narxi qanday yoki bepulmi? Tekin. O'sha biokimiya analizlari, o'sha bilirubin, ferment, umumiy qon tahlillarini, umumiy sidu tahlillarini bemalol yashayotgan hududlarda chiqib tahlillarni topshirishligi mumkin. Demak, har yili bir yilda, demak, mutaxassis sifatida har bir fuqaro, yurtdoshlarimiz kamida bir yilda bir marta qon analizlarini topshirib, o'zlarining umumiy ahvollarini bilib turishlari lozim. Dunyo tajribasida bu kasalliklarni davolash bo'yicha qanday ishlar amalga oshirilayotgani haqida? Dunyo bo'yicha hozirgi oxirgi 5 yil ichida gepatit C ni davolash mumkin, davolanadi ham va sog'lom bo'ladi. Chunki o'z vaqtida shifokorga murojaat etib, o'z vaqtida kerakli virusga qarshi preparatlarni qabul qilsa, sog'lom aholi orasida sog'lom turmush tarzida hayot kechirishi mumkin. Bu kasalliklar hozir bizda 3 xil kasallik to'g'risida gap o'tdi. Bu birinchisi shu gepatit A, ikkinchisi B, C, hammasida alohida. Misol uchun A'da bu yuqish yo'li boshqacha bo'lgani uchun gigiyenaga rioya qilish kerak bo'ladi asosan. Qo'llarni toza saqlash, keyin farzandlarimizni emlash bo'lsa, B bilan C kasallarda, viruslarda bo'lsa, uni ham B ga emlash bor, C ga emlash yo'q. Keyin bemorlarimizda shu tibbiy shu gigiyenaga rioya qilish, ko'rikdan o'tib bemorlarimizni shaxsiy gigiyenaga rioya qilishligini tavsiya qilamiz. Rahmat kattakon. Haqiqatan ham B ga vaksinatsiya bor, A ga ham vaksinatsiya bor. Ya'ni gepatitni A va B turiga emlash yordamida oldini olish mumkin. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, aholimizdan shu virusli gepatit A ga keladigan bo'lsak, vaksinalarni o'z vaqtida o'sha farzandlariga olishlarini maslahat beramiz. Virusli gepatit B ga ham xuddi shunday o'sha birinchi sutkada, ya'ni tug'ruqxonada va kelgusi emlashlarni o'sha oilaviy poliklinikalarda olishlarini maslahat beramiz. Bundan tashqari o'sha shaxsiy gigiyenaga rioya qilishlari, shu sifati kafolatlanmagan mahsulotlarni iste'mol qilmasliklarini so'rab qolgan bo'lardik. Rahmat kattakon, bugungi ko'rsatuvdagi ishtirokingiz, fikrlaringiz uchun alohida minnatdorchilik bildiramiz. Qadrli yurtdoshlar, aziz teletomoshabinlar, Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotlariga tayanadigan bo'lsak, bugungi kunda dunyo bo'yicha taxminan 254 million inson gepatit B bilan, yana 50 million kishi esa gepatit C bilan zararlanganligi haqida ma'lumotlar taqdim etilgan. Eng fojiali tomoni shundaki, har yili ushbu ko'rinmas qotil tufayli sayyoramizda 1,3 milliondan ortiq odam hayot bilan vidolashadi. Bu kuniga qariyb 3,5 mingta insonga to'g'ri keladi degani. Va mamlakatimizda esa ushbu kasallik bilan kasallanmaslik uchun va kasallikni oldini olish, diagnostika qilish, skriningni amalga oshirish uchun keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilishi jarayonida boshlangan va albatta sizni kasal bo'lmasligingiz, ushbu kasallik bilan bemor bo'lib qolmasligingiz uchun bugun ko'rsatuv davomida mutaxassislarning fikrlarini sizlarga taqdim etdik. Bugun sizga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. Hozircha xayr, omon bo'ling deymiz.